Bizning ikki zo'r diniy bayramlarimiz bor. Unda bo'lsa Uroza ham Qurban bayramlarimiz. Saban to'y milliy ham bu bizning milliy bayramimiz, ham bu bizning urf-odatlarimizdan. Shariatimizda shunday bir qoida bor. Bir urf-odatimiz shariatga qarshi kelmasa, albatta uni saqlarga kerak. Shunga ko'ra biz saqlaymiz. Baltash rayonida masalan yilda bolalar Mөселман Сабан to'yg'uza, ana so'ng boshqa rayonlarında da o'tkazadilar. Shunga ko'ra bunda dinimizga bir nechta qarshiligi yo'q. Shunga ko'ra bayram bilan qatnashganimiz bor. Bu ozgina to'yak ul kichkina edi. Belki shunga ko'ra bo'lib chiqmadi. O'yinlar tugul biz kirish bilan shug'ullanamiz, kirish yaratamiz. Esda qolgan endi bo'lak o'tganimiz bor, Sabanto beramiz. Bo'laklar bek olmadik. Bütün bo'laklarimiz kichkina edi, shunda vaqtiga tasbihlar, tubetaklar shulgina